Hop, hozirgi patsientkam o'zimni doimiy folikulometriyaga kelib yurardilar. Bularda qanaqa voqea? Sizlar ko'pincha so'rab qolasizlar folikulometriya haqida. Avvallari homilador bo'lishga harakat qilganlarida tuxumdonda folikula yorilmayapti deb aytishgan. Bularni tekshirdik va homilador bo'lishlariga folikularning yetilishi uchun faqat vitaminlar aytganmiz. Oddiy vitaminlardan o'sha yordam beradiganlarni aytgandim. Shularni vaqti-vaqtida qabul qilib turganlar. Orada 7-kunida keldilar, endi yetila boshlagan va 14-kunida kelganlarida folikulangiz yorilgan, lekin tagida suv yo'q. Agar foydalangan bo'lsangiz yaxshi, no уже tuxum hujayra hozir живой bo'lmasligi mumkin endi deganman. Qarangki, hayzlari kelishidan bir kun oldin test qilganlarida testda положительный chiqyapti. Nima uchun buni aytayotganim? Sababi testda albatta chiqadi ikkita положительный, когда ovulyatsiya, mesячныйingiz kunidan bir hafta o'tgandan keyin yoki 5 kun o'tgandan keyin. Bularda oldinroq chiqqan. Sababi ovulyatsiya vaqtliroq bo'lgan. Biz 14-kunda o'sha ovulyatsiya bo'lib o'tib ketganini ko'rganmizda. Shuning uchun ham mesячный kuni yaqinlashgan paytida testda qilsanglar chiqadi. Mana bu yaqqol misollar hozir. Shuning uchun ham bolajonimizni haftasi o'zlarining sroklariga bemalol to'g'ri keladi. Даже hozir undan sal kattaroq, bir hafta kattaroq ham ketadi bundan buyog'iga. Ertaroq bo'lgani uchun-da.